Salom bolalar. Sizlar bilan men Lazbek. Bolalar, aytgancha kanalga obuna bo'lib, like bosib esingizdan chiqarmanglar. Aytga biz 92 ta bo'ldik bolalar. Tabriklaylar, tabriklar. Sizlar bilan ko'tarildik. Bo'ldi qaraychi. O'yinni boshlayman. Bugungi maqsad bilmayman, maqsad qo'yganim yo'q o'zi. Maqsad bilmayman. Amayli. Bugun nima qilsak ekanda, nima qilsak? Aytgancha kanalga obuna bo'lganimizni men ko'raman. Kanalga hamma obuna bo'lib qo'ysinlar bolalar. Bolalar hamma obuna bo'lsin. Men ko'ramanmi, ko'ramasman. Og'zingga not. Bo'ldi qaraychi, so'kin o'zlarim uchun uzr bolalar. Bolalar. To'g'ri, bu videoda ham qizlar ham bor. Hamma qizlar ham ko'radi bu videoni. Mana qizlar bolalar. Agar bu yil agar men telefonda emas, kompyuterda yoki notebookda video olaman. Kompyuter bilan notebookda farqi bir xil. Hamma lekin ular bu qaraychi, men valdirashdan ko'ra maqsad o'tgani yaxshi. Birinchidan biz qishloqda topishimiz kerak. Qishloqda boshimdan topaman, boshimdan. Amayli botqoq ham bo'lmaydi, bu yoqda. Qishloq qanday topamanman? 5 yil qishloq topolmaganimni gapirishim beray. 5 yil emas, lekin amayli. Maqtanish emas, lekin biz boshqa aytaman. Maqtanish emas, lekin biz 92 tamiz. Bolalar qochyapti. 92 tamiz va buni tugatish uchun 100 taga yetishimiz kerak. Dahshat qo'yapti. Nezdiga survorsammi? Qotmaydi. Aytgancha men ovozlarni bilmayman nimadir qildim-da. Ungacha ukam to'g'rilash kerak. Ukam biladi, men bilmayman. Ovoz to'g'rilashni qanday xatochilik bilan men bir marta to'g'rilaganman, keyin esimdan chiqib ketgan. O'sha ham qancha uzoq bilmayman qachon tutgan, lekin men temirman demayman. Chunki men kiyimlarim anaqa nima edi ismi? Bo'ldi qaraychi, ko'ja. Bo'ldi ko'ja. Ismini ham bilib bo'ldim. Yo'q, shuncha go'shtni boshim yuraman, bo'lmoqlar o'ldirmasam. Yana nimaga men ko'p video chiqarmayapman va YouTube'ga umuman videolar kam chiqyapti? Shuni birinchi fakti, men YouTube'dan ketganim yo'q, to'g'ri. Birinchi fakt, men YouTube'dan ketganim yo'q. Ishqi meni laziz bo'ldi, video qo'ymaydi. Bu artifact 120 bo'ldi, videodan chiqib ketdi, men endi qo'ymaydi deb nimalar qilmaylar. Men qishloqqa ketdim va kelganimdan video qo'ya olmadim va ozgincha sabablari ham bor. Qishloqqa kelganimdan keyin video qo'ydim, men bilmayman. Qaraychi, ana shu sabablari bolalar. Yomg'ir bo'lyapti ko'chada. Mana bu yoqda emas, ko'chada har doim yomg'ir yog'yapti va men video olishga qiynalyapman. Chunki ovozlar boshimgacha kelib bo'ldi. Qayerga ketsak yo'g'di. Men bu Minecraftdagi yomg'irda aytmayman, ko'cha. Hozir ham yomg'ir yog'yapti, lekin chidayapman. Chunki eng yomon tarafi yomg'irda antennalar ham ko'p ishlamayapti. Video qo'yish ham qiyin bo'lyapti. Yana aytgancha kamgina video qo'yadigan sababi ko'p olib yuborsam qo'yilmayapti. Eshitdim, anqa qo'ydirmayapti mana bu narsa. Mana shu narsani deb men video qo'ya olmayapman. Men uxlab olishim kerak. Bunaqa yomg'ir menga jonim tegib ketdi. To'xtanglar.
Qo'yadi. Mana shu ovozini baland qilish kerak. Yo'q. 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 Tezlashtiruvchi boshim ko'raman. Yo'q bu ham yig'di. Nima bu ham ovoziga. Yo bu. Bunaqada men o'ylamayman-ku. Ovoz yo'q. Ezildi. Mana tursam. Nima qilsam ekan deb o'ylayapman. Menga kerak emas. Narsalar buzib o'tirib kelmayapti. Короче, qildi-da. Nimadir bo'lmayapti. Nimadir yo'qmayapti. Bunaqa olam qilib yubordim. Voy. Baq, ko'taradi. Baq. Chiq. Mayli, uxlash payti kelibdi. Lekin mayli uxlayman. Ovozi yo'q, mana shu jo'ngimga tegdi. Ovoz Minecraftda ovoz bor-ku. Endi qanday Creeper'ni portlagan ovozini qanday eshitaman? Zombini vag'illagan ovozini qanday eshitaman? Molda meylagan ovozini, shetelda qanaqa bilmayman. Shunaqa ovozini qanday eshitaman? Men gapira olmayman. Gapirishim mayli. Zot ko'ryapti hamma. Bolalar kechirasizlar, nimagadir bu Minecraft'im buzilib qoldi-yu, shunday menga tuyulyapti. Buni boshqacha udalət qilib saqlanib qilsamchi, shuncha zona yo'q qoladi. O'zimda shuncha zona yo'q-ku. O'tgan safar bittasini udalət qilib boshqa saqlanib qildim. Chunki qiyin bo'lyapti. Qoch, chiqolay. Ular chiqishni qo'ymaydimi? O'lib ketaydi. Mayli ket. Voy, solgan qo'l. To'xtanglar, men aylanib yurmayapman ishqi. Mana shunlarda bir ko'rganman, nima shu joylarda. Ishqib aylanib yurgan bo'lsam, alam qiladi-yu. Yozingga. Qanday endi tepaga chiqsam ekan? Menda axir suv bor-ku. Axir bilim bor-ku. Shuning uchun tepaga chiqaman. Bolalar, men bilmayapman qanday qilib. Buni to'g'rilashda ovozi yo'q-da. Mana. Biq etadi bo'ldi. Ovozi yo'q. Shuni to'g'rilash kerak-da. Men qanday bilayman, bilmayman. Yo'q. Qani to'g'rilab olsammi? Yo'q, ham ovoz qayerda bilmayman. U ko'chadadir, ko'chada nima qiladi, uydadir. Men hali ko'rmadim. To'xtaylar, men nima uydaman-ku mana yo'q, boshqada. Uyda aytgan bir o'zimman deb bo'ladi. O'tirib turib. Tamam bo'ldi. Unaqa aldamaylar, bo'ladi. Bitta paqirda uxlaydi. Lekin mana bu suv bor edi, o'ylab turgan. Baq. Короче, baq. Yo-mayo. Ancha qiyinlashib boryapti Minecraft. Sakrash bo'lmaydi. Böyle. Aylanib. To'g'ri, sho'da qo'yapti, menga yarashmaydi. Salgan ko'taramiz. Bu aniq bo'ldi. Lekin salgina pasaytirish kerak. Bu joyga tezga men chidolmayman. Bo'ldi ketdik. Mana shu yaxshi. Bu nimaligini tushunmasam, men nasligan salgan sekinlashtirdim. Yo'q, bo'lmaydi. Bitta zo'mini o'ldiraman deb bir soatdan mana bu ketadi. Men qiynalib qolaverdim. Menga mana shunisi yo'qmaydi. Men o'zim nimaga ko'chaga yotibman? Go'shtdan nimaga yotibman?
Qiyin savolni ichidan qiyin savol kelaveradi. Yaramaslar. Qanday qishloq topganimda 1 soatdan beri qishloq topolmay yuribman. Mana qishloqsiz o'lib ketaman bu yoqda. Menga qishloq topib beringlar, qishloqda. Men qishloqda tug'ilganman. Qishloqqa ham, shaharga ham. Yo'q, qishloq topolmayapman. Qishloq qani endi? To'xtanglar, men qishloq topyapman. Qishloq emas bola. Qishloqcha qani eshaklar? Menga qishloqcha topib beringlar bitta. Minecraft egasi nimagadir? Menga qishloqchani topishni xohlamayapti. Minecraft egasiga yoqmayapman. Minecraftni yaratganga yoqmayapman. Egasiga deyman. Mana nima tuppoy bo'lib ketaman bunaqada? Minecraftni egasiga deymanmi? Yaratganga deyish kerak emasmi? Bir sak. O'zi bir sak. Yana bir sak. O'zi bir sak, yana bir sak. Hozir bitta turaman, uchib ketasan Dayronadan daryosiga, daryosidan Toshonaga, Koshonadan Koshonaga. Qaror hammasiga tufurib qo'ydim, tufurgani ko'rmadi, chunki Minecraftda tufur bo'lmasa kerak. Lekin bu bizga kerak qayiq o'zimda ham bormi? Yo'q ekan. Bizga kerak qayiq. Xayrlashgan vaqti keldi. Hammaga to'xtanglar, suvni iching. Endi buni. Hammaga xayr bo'lar, sizlar bilan Yo bo'lmaydi.